Qanaqa sovg'a chiqadi o'ylaysiz aka? Xudo bergandi endi. Aka, nimaga Domstroga tashrif buyurdingiz? Qaysi jihatlar sizga yoqadi? Domstroga har doim kelib chetdan savdo qilamiz. Narxlari qulay, materiallar sifatli hammasi. O'shaning uchun kelib chetdan savdo qilamiz har doim. Xabaringiz bor, omadli xaridor va omadli usta aksiyasi bo'lyapti. Ya'ni 3 milliondan ortiq xarid qilsangiz, usta va uy egalariga kupon berilyapti. U aksiya haqida fikringiz qanaqa aka? Aksiyalar yaxshi. Hali qatnashganingiz yo'qmi u aksiyaga? Yo'q, hali qatnashganim yo'q. Endi Xudo xolasa nasib qilsa, qatnashish niyat bor. Xudo xolasa. Aka, omadli xaridor va omadli usta aksiyasi haqida fikringiz qanaqa? Fikrim yaxshi, zo'r. Hammaga omad bersin. Endi har yil o'ynaymiz. Xudo xolasa o'ynab ko'raychi. Qanaqa sovg'a chiqadi o'ylaysiz aka? Umraga bo'lsa yaxshi. Mutayam jo'natamiz. O'zimiz bormasak ham. Mijozingiz bilan keldingiz, demak. Xudo xolasa siz yana filiallarimizga kutib qolamiz. Sog' bo'ling aka. Xo'p.